Ha. Qo'rchada, o'zbekchasi. Pisochniy turbichka sizlar uchun. Xamir tayyorlash jarayoni. Un, yog' qorib olamiz qo'l yordamida. Tayyor bo'ldi. Un bilan yog' aralashib ketishi kerak. Smetana solamiz. Tuxumni sarig'i, tuz, qabatma, razriklitel qoramiz. Xamirimiz shunaqa yumshoq bo'lishi kerak. Yarim soatga tindirib qo'yamiz xolodilnikga, usti yopiq holatda. Uy sharoitida turbicham qolipini yasashni o'rgataman. Hammada ham bo'lmaydi. Sotib olgani odam erinishi mumkin. O'shaning uchun uy sharoitida qog'oz va falgada bo'ladi. Falga hamma joyda bor. List yarmini qirib olamiz. Shunaqa qilib chiroyli shakl chiqaramiz. O'rab, buklaymiz. Aylantiramiz. Qolipimiz tayyor. 30 ga 60 sm qilib yoyib olishimiz kerak. Ingichkaroq bo'lishi kerak. Xamirimizni qalinligi. Yoydi, endi 2 sm dan kesib olamiz. Yasagan qolipimizga chiroyli qilib shunaqa qilib o'rab olamiz. Sal-sal ustiga chiqishi kerak. Oshiqcha ochilib qolmasligi kerak. Tayyor, o'rab bo'ldik. 180 gradusda 25 minut davomida pishirib olamiz. 25 yoki 30 minutda pishib chiqadi. Qizil bo'lishi kerak, zolotoy rang bo'lishi kerak. Pishib chiqdi. Ko'rishlaringiz mumkin zolotoy rangda. O'zimiz yasagan qoliplar. Bular zavodskoy qolip. Turishgani ichini to'ldiramiz qaymoq bilan. Ozgina konfi. Yana qaymoq. Konfi sochni qilib beradi. Turishgamiz tayyor. O'tayib pisochni. Taylab ko'ringlar. Ta'miga baho beradilar. Yedirib ko'ramiz. Qani, Odina opa, yeb ko'ringchi. Mazasini. Aldamasdan ochiq gapiring. Qani, yaxshi? Zo'r. Mazza. Demak zo'r. Tavsiya qilaman hammalaringga. Demak o'xshab.